Shu sochni burishim burida. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Eron qishlari. Mana bugun Eronda yangi yukimiz keldi do'stlar. 1000 marta ko'rsatgan, 1000 marta maqtanganimdan ko'ra o'zim sizlarga qishli ko'rsataman. Mana bu Eron xonasi ishlari. 1000 marta ko'rganimdan 1 marta usta akamiz ko'rsatib bersalar yaxshi. Mana Elmurod aka sizni ko'pchilik taniydi. Assalomu alaykum. Sizni ko'pchilik taniydi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p taniydi. Ko'p ustalar ham taniydi, shogirdlaringiz bor. Endi siz bizda ancha yildan beri Eron xonasi o'qishlarini olasiz. Endi ko'pchilik aytadi, bular bilmaydi deydi. Siz Ya bo'ladi. Bu xona so'lg'ishlari 20 yillik tajribaga ega bo'lsak, g'ish ko'p, Eron g'ishi juda ko'p. Nomlarini aytishimiz shart emas. Lekin mana eng yoqqani shu xona so'z juda qattiq g'ish. Shu sifat bilan yoqadi. G'ishi qattig'i, men degan odam yaxshi biladi, g'ishi qattig'i sifatli bo'ladi. Zo'r pishgan bo'ladi. Mana ovozdan ham ma'lum. Ko'rdingizmi? Bemalol aloqaga chiqinglar, mana shu ukamiz chiroyli qilib beradi. Bitta qo'l mana Erondan shunday keladi, shunday sotadi. Sherez magazindan undan bitta qo'ldan olsa arzon olasizlar. Bemalol aloqaga chiqinglar. agar sizlarga men deganman-ku, agar sizlarga usta ham kerak bo'lsa, agar men Elmurod akam shogirdlari juda ham ko'p shogirdlari. Agar shunaqa ustalar ham, g'ishlar ham kerak bo'lsa, agar pastdagi nomerlarni beramiz, o'shalarga murojaat qilamiz. Har xil ob'yomlarda, mana ob'yomimiz juda ham katta, orqasida elkalarimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz mavjud do'stlar. Keyin aytgancha faqat bitta shunaqa g'ish emas, rangi har xil g'ishlar bor. Bir 100 xil g'ish bor. Faqat zakaz bilan keladi. Xohlagan ranglaringiz, xohlagan turlaringizda g'ishlar, lekin g'ish hammasi g'ish. Nasib bo'lsa aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.